Sizlar bilan sochimizni 8 hafta davomida o'stirish yo'llarini o'rganamiz. Qani endi ketdi. Maskamizga qo'shiladigan narsalar tuxum, asal va zaytun yog'i. Idishimizga tuxum chaqmaganimizdan keyin yarim osh qoshiqda asal qo'shamiz. Tuxum bilan asal to birlashib ketmagunligicha aralashishni davom ettiramiz. To suyuqmasa bo'lmaguncha. Xona haroratida 5 daqiqa qoldirganingizdan keyin 2 osh qoshiqda zaytun yog'i qo'shamiz. Uni ham aralashtirib, to suyuqmasa bo'lmaguncha aralashtirib turaveramiz. Maskamiz tayyor bo'lganda xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bemalol vannaga kirib, perchatka ishlatmasdan foydalansanglar bo'ladi. Perchatka ishlatsanglar qo'lingizga yopishib qolishi mumkin. Shuning uchun perchakkadan foydalanmaganinglar yaxshi. Soch to ildizidan soch uchigacha qilishinglar kerak. Buni foydasi nima desanglar, sochni o'stiradi, mayin qiladi va qalin qiladi. Bemalol sochinglarni yuvib bo'lganinglardan keyin ko'rishinglar mumkin. O'zingizlar ahamiyat bersanglar, sochinglar ancha jilodor va mayin bo'lib qolgan bo'ladi. 20 daqiqa davomida turadi sochimizda. Ko'rasizlar, o'sha men bu yerda 20 daqiqa o'tgandan keyin yuvib ko'rsatib sizlarga rezultatni. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Bundan to'g'ri retseptlar hali oldinda Instagram sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Videoni oxirigacha ko'rganinglar uchun rahmat. Mana rezultat bemalol ko'rsanglar bo'ladi.